Hürmetli obunachilar, sizlarga Yusuf Boy Avto 755 salonidan общий hamma mashinalar obzor qilib beraman. Sizlardan ham shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, kelsangizdlar o'zimiz naqd pulga xarid qilib olamiz. Sizlar bilan kelishib bilmasak, bir kun yarim kun ichida sotib berish variantimiz ham bor do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Telefon nomerlarini ekranda qoldirib o'taman. Telefon urib bog'lanaverasizlar. Esa videoni boshladik, ko'rib boraverasizlar. Captiva 2014-yilda ishlab chiqarilgan 2014 235 ming probeg yurgan kraska, petno kraskasi bor do'stlar, tekshirtirib olasizlar. Mashinada udar yo'q. Metani bor. Narxi 138 million so'm. Üstüne gelseniz yine üstüne geliştirip bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Kreditga 25 million bilan chiqadi, oylik 4 million 900 dan 3 yilga chiqadi. Mashinamizda yumshoq bolalar qo'yilgan, metallar zo'rindan qo'yilgan. Ko'rib boraverasizlar. Ochib kelardi. Metallar qo'yilgan. Captiva 2013-yilda ishlab chiqqan 119 ming probeg. Kraska toza, metallari bor. Narxi 128 million so'm. Üstüne kelsangizda yana üstüne geliştirib bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Kreditga 45 million bilan chiqadi, oylikda 4 million 500 dan 3 yilga chiqadi do'stlar. Yumshoq bolalar zo'rindan qo'yilgan, ko'rib boraverasiz. Mashinada bir dam chiqarasi yo'q. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib boraverasizlar. Mashina to'lar ham tozalanib, o'zi uchlik motor oladi. Görüp kuzatib boraverasizlar, ayaklarni bosib. Görüşünüz mingga trekkerlarimiz ham bor do'stlar. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Trekker Eltoz 2023 36 ming probeg. Kraska shu yerda kraskasi bor do'stlar, görüşünüz mumkin. Boshqanda kraska yo'q. Mashina benzin bo'ladi. Narxi 158 million so'm. Naqd pul bilan kelsangiz, yana ustida kelishtirib bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Kreditini keladigan bo'lsak 18 million bilan hamma ishi bitadi. Oylikda 5 million 400 dan 5 yilga chiqadi. O'zini radnoy baloni, radnoy chexol poliki oladi. Bemalol kelaverasizlar. Trekker 2022-yilda ishlab chiqqan 40 ming probeg yurgan kraska toza mashinamiz benzinda. Narxi 178 million so'm. Naqd pul bilan kelsangiz, yana ustida kelishtirib bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. 13 million bilan kreditga chiqadi, oylikda 6 million 200 dan 5 yilga chiqadi. Yumshoq bolalar qo'yilgan, o'zini chexol poliki oladi do'stlar, ko'rib boraverasizlar. Malibu 2013-yilda ishlab chiqqan 113 ming probeg. Kraska toza, metallari bor. Narxi 128 million so'm. Üstüne naqd pul bilan kelsangiz, yana ustida kelishtirib bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. 48 million bilan qayta chiqadi, 4 million 500 dan 3 yilga chiqadi. Mashinamizda yumshoq bolalar qo'yilgan, qora svet, zo'r svet do'stlar, mexanika bo'ladi.